Yunusobod 12-kvartal Pitushok chorrahasida joylashgan 12 qavatli g'ishtli domimizni 5-qavatidan chiqqan yangi remontli kvartirani video obzorini qilgan ekanmiz. Joylashgan joylarini tushuntiradigan bo'lsam, taxminan 500 metr Megaplanet, Pitushok Korzinka, Kapital Bank, Metro Turkiston bu yerda joylashgan. Betonga qarab chiqib ketadigan taraf, bu yoq Bahodirga qarab ketadi. Domimizni o'zini ko'rinishi, xonadonimizni o'zini har doimgidek kadr orqasidan ko'rsatib tushuntirib ketaman ketdik. Buyuring. Xonadonimizga keladigan bo'lsak, 5-qavatda joylashgan zal hol formatida planirovka qilingan 3 xona kvartira. Planirovkamiz skvoznoy, ikkala tomonga qaragan. Bu qismimiz mana zal, sanuzellarimiz razdelniy. Birinchi eshigimiz orqasida detskiy xonamizda joylashgan. O'zini balkoni bor. Kattagina balkon, bemalol stul qo'yib chiqib o'tirsa bo'ladi, hovliga qaragan taraf. Shkaflari o'rnatilgan встроенный shkafli, kravat lekin hali qo'yilmagan. Undan keyingi eshigimiz orqasida kattagina родительский spalni, konditsioner, pardali, spalni garnitur to'liq o'rnatilgan. Bu yerda ham shkaflari встроенный, hammasi o'zini joyida, o'zini o'rnida. Разделный sanuzelimiz, tualetimizning ko'rinishi katta keng. Undan keyin kattagina vanniy xonamiz, kir mashinalari o'rnatib ketilgan. Bu eshigimiz orqasida kattagina kuxnya xonamizda joylashgan. Stul, zona готовки, bu yerlarda chiroyli qilib dekor shkaflik qilingan. Двухконтурный котел, o'sha avtonomniy отопление o'zingizlar xohlagan paytingizda yoqib o'chiradigan va kuxnyamizni o'zini yana bitta balkoni bor. Xonadonimiz holati, remontiga har doimgidek kommentariyada o'zingizlar baho berasizlar. E'tiboringlar uchun bo'lsa rahmat.